Tushda kelin salom qilsa nimani anglatadi? Agar siz tushingizda kelinning salom qilayotganini ko'rgan bo'lsangiz, bu odatda hurmat, yaxshi yangilik va ijobiy o'zgarishlarga ishora qiladi. Agar kelin chiroyli va xursand holda salom qilsa, bu sizga yaqin orada quvonchli xabar yoki to'y, yig'in kabi yaxshi voqealar bo'lishini bildiradi. Agar sizga salom qilayotgan bo'lsa, bu sizga nisbatan hurmat ortishi yoki odamlar orasida obro'yingiz oshishini bildiradi. Agar kelin xafa yoki majburlangandek salom qilsa, bu ichki xavotir yoki atrofdagi muhit bilan bog'liq noqulayliklardan darak beradi. Yana bir talqin, bu tush hayotingizda yangi bosqich boshlanishi yoki oilaviy masalada o'zgarishlar bo'lishini bildirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, bu tush ko'pincha hurmat, yangilik va ijobiy o'zgarishlar belgisi hisoblanadi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.